Deyarli hamma narsa raqamlashib ketdi. Pul ham, ish ham va hattoki jinoyatlar ham. Raqamli dunyoda yana bir universitet ochildi. Bu Cyber University. O'zbekistonda birinchi marta. Cyber University bu shunchaki universitet emas. Bu kelajak kasblari yig'ilgan joy. 15-may kuni Nurafshon shahrida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. O'sha yerda yoshlar sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, raqamli iqtisodiyot va boshqa IT yo'nalishlar bilan tanishishdi. Eng qizig'i bu yerda o'qish nafaqat nazariya, balki amaliyot ham. IT kompaniyalarda stajirovka, xorijiy professorlardan saboq, zamonaviy laboratoriyalar, bularning bari shu yerda. Bu universitetda ochilgani bu xuddiki bizni dunyo darajamizdagi, dunyo nazaridagi darajamizni bir pog'on yuqoriga ko'taradi. Chunki bu faqatgina fakultet emas, bu butun boshli kiberxavfsizlik sohasiga yo'naltirilgan universitet va bu yerda bakalavr, magistratura va qo'shimcha to'garak darslar ham o'tiladi va buni o'zi ko'rsatadiki, O'zbekistonda kiberxavfsizlik sohasidagi e'tibor yana ham ortmoqda. Ya'ni biz fakultetlar darajasidan universitet darajasiga va mana keyinchalik kampus darajasiga ham aylanishimiz mumkinligini biz o'sha ko'rsatib qo'yamiz real ishlar bilan. Cyber University bu xalqaro darajadagi ta'lim markazi. Darslar ingliz tilida, kredit modul tizimida olib boriladi. O'qishga kirish imkoniyati katta. 100 ta davlat granti, sanoat hamkorlari taqdim etadigan stipendiyalar va eng asosiysi kuchli o'quv dasturlar. Hozirgi kunda universitet xalqaro hamkorlik doirasida dunyoning top 100 talik reytingida turuvchi Xitoyning Hijian, Zhejiang hamda AQShning University of California, John Hopkins va University of Washington kabi universitetlar bilan birgalikda mutaxassislarni tayyorlash maqsadida o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Kiber universiteti prezidentimizni shaxsan o'zlarining tashabbuslari bilan tashkil qilingan yanvar oyida bu yilning o'zida qisqa vaqtda tashkil qilingan universitet bir nechta nufuzli oliy ta'lim muassasalari, chet el nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan aloqa o'rnatgan. AQSh, Xitoy, Yaponiya kabi kuchli katta davlatlarni eng zo'r universitetlar bilan to'g'ri shartnoma va kelishuvlarga erishildi. Ularga binoan Kiberxavfsizlik universitetida texnik va non-texnik yo'nalishlarda bizda dars beriladi. Bu yil 8 ta yo'nalish bo'yicha dars beriladi. 8 ta bakalavr va 2 ta magistratura yo'nalishi ochiladi. 100 ta davlat granti mo'ljallangan, 700 ta kontrakt o'rinlari mo'ljallangan va 200 ta yana to'g'ri ishlab chiqarishlardan maqsadli qabul deyiladi. O'sha ishlab chiqarish korxonalar qabulni kontraktni to'lab berishadi. Kampusimiz Nurafshon shahrida joylashgan, Toshkent viloyatidan 20 kilometr uzoqda joylashgan bo'lsa ham, lekin barcha sharoitlar yaratilgan, yotoqxona, zamonaviy sport zal, oshxona, o'quv zarur zamonaviy laboratoriyalar eng zo'r darajada, eng yuqori darajada tashkil qilinishi mo'ljallangan va amalga oshirilyaptiki, davlat tomonidan juda katta e'tibor berilyapti. U e'tibor bilan unaqa sharoitlar yaratilganda biz juda yuqori darajada mutaxassis tayyorlamasak bo'lmaydi deb o'ylayman to'g'risi. Shuning uchun biz universitetimizga faqat eng kuchli bolalarni ingliz tilida albatta dars olib boradi. Shuning uchun ingliz tilini o'rganadigan, matematika qiziqadigan va asosiysi vatanimni himoya qilaman, vatan uchun ishlayman, vatan uchun zo'r ishlar, katta ishlar qilaman degan yosh bir yigitlarimizni, qizlarimizni kelishsa biz ularga faqat sharoit yaratamiz, biz ularga yo'l beramiz, ko'nikma beramiz, yo'llarni ochib beramiz, ularga katta eshiklar ochib beramiz. Prezidentimiz shuncha e'tibor bilan katta ishlar qilinmasa bu uyat bo'ladi deb o'ylayman. Agar siz ITda bo'lishni xohlasangiz, bu joy aynan siz uchun. Manzil Nurafshon shahri, Toshkent viloyati. Aloqa uchun 55 kodi bilan 38 55 55. Cyber University bu shunchaki universitet emas, bu raqamli qahramonlar fabrikasi.